Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli tövzür kögüş kırındaşlar. Hazır ilminin zakitini bergenler 4. san programımızda Şivisiye'den kelgen müstakili tədqiqatçı Abdüşkür Muhammed akimiz bilen bu sohbetimizni elip barımız. Assalamu alaikum Abdüşkür. Aleykümselam. Yaxşı, salamet olsunlar. Yaxşı. Bu programda ben aldı bilen adetimiz boyunca Abdüşkür Kamninki kısqış tercümanı bir oxup ötümen. Ondan keyin özü toğruluk biraz özünün ağzından anlayımız. Ondan keyin ikinci bulab Uyghur Akademiyasininki bu qatamlıq ilmi muhakeme yığındaki bazı təsiratlar, borun qarğanca qandaraq özgürlüklər oldu. Yine nemi kemçiliklər var. O toğruluk sizden anlasaq. Ondan keyin bu yığında sözlegen Lond Üniversitedeki Uygurca qol yazmalardan marışlarını sözləb ötken ediniz. O toğruluk kısıkça bu nemi məqsəddə bunu tanladınız bu temin üçün. O toğruluk sözləb bərsiniz. Üçüncü bulab Şivisiye'de hayat ve okuş, o yerdeki Uygurların hayatı okuş üçün qandaq hazırlıqlarını qilish gerek, qanchalik o'quvchi va qanchalik Uyg'ur bor masalan degandek. O to'g'riliq so'zlab bersiniz. To'rtinchisi Shivislar va Uyg'urlar. Shivisiyaliklar, Shivislar bilan Uyg'urlarningki meyli sizningki sungan ba'zi asarlaringizdan bo'lsin, yoki bo'lmasa doktor Asad Sulaymanninki eserlerden bolsun, biz nurgun ve yaki şu yerlik şivis alimlar mesela Günler Yarın, yine başka kişilerin ki yazgan eserleri var. Olardan biz məlum bir bağlanışımızdan bağlılığını his kılmıyoruz. Ama bu cihette yine biz bu günü biz bilmeydiğen nurgun ipuçlar, nurgun nemeler buluşu mümkün, bilimler buluşu mümkün. O doğruluk biraz sözler versiniz. Onun deyinken ahırda Uygurşunaslık, dünyada Uygurşunaslık nemesi qaysi taraf ketib bardı? Sizin tədqiqatınız bunun qaysi sahəsində Uygurşunaslığın tədqiqatı bilan şug'ullanmoqchi bo'lgan o'quvchilarga va ya tədqiqatçılarga nimalarni tavsiya qilasiz? Bu to'g'riliq so'zlab bersangiz. Unda bo'lsa programmamizdagi nimasi bo'yicha men oldi bilan Abdüşkür Kamninki qisqa tarjimonini o'qib o'tsam. Abdüşkür Muhammed akimiz 1967 yılı 1. ayının 1. günü Küçan ayisi Koni şehirde doğulgan. 1984 yıldan 1988 yılgacha Qashqar Pedagogika instituti Edebiyat fakültesinde okugan. 1988 yıldan 2001 yılı 6. aygacha Abdumurayillik Savdo Sanoat Ma'mur Boshqarish kadrlar maktabida lektor ve dotsent bo'lib ishlagan. 1988 yıldan 2003 yılgacha Uyghur Abdulmuray dairesi çıkıdığan Tarım, Tengritağ, Şinjan Yaşları, İşçiler Vaqt Geziti, Ürümçi Keşlik Gezit qatarlıq gezi jurnallarda 300 parçadan artıq şiir, 30 parçadan artıq makale ve 20 parçadan artıq hikaye ilan qılgan. 2003 yılı Şinjan Xalq Nəşriyyat tərəfindən Natuni Siyaq namlı kitabı ve Uyğurdaki sahip Cemal namlıq tərcüm povesti nəşr qılınğan. Ürümçilik Yazğıçlar Cemiyeti'nin ve Şinjan Uyghur Abdumurayillik Yazğıçlar Cemiyeti'nin azası bolgan 2003 yıldan beri Şivisiye'de yaşavatıdı. Bu kadar Uyghur Akademisi sungan temisi Şivisiye Lond Üniversitesi'de saklanıvatkan kol yazma eserlerden Marışlar doğrusu da özününki doktoratını, makalesini okup etti. Abdüşkür Muhammed'e biz neçə yılının yankısı bu faaliyetlerine hep bir vatımız sizin ait aktif katlaştınız. Hem de siz üzerinizdenki bir kıskıça hayatı bizimki bu televizyon görgüç qarindaşlarga ve vatandaşlarga bir sözlep berseniz sizin ağzınızda anlasak. Hazır sözlep ötkendek ben 1967 yılı 1. ayının 1. günü Kucha konşerti oldum. Nurgun adamda şu 1. ayının 1. günü kızıqıdı. Bir eğizden toğulgan vaqtım desem Nurgun nayt kızıqıp soraydı. Acep toğur kepti o dep. Bu bir taqdir buluşum ki menin şu 1. ayının 1. günü yeni yıl arpısta toğuluşqa taqdir qismat qilgan bo'lsa. Ba'zida chaqchaq qo'yman. Şoň men to'g'ilgan kunimni hayotimda xotirlab baxmadim. Butun dunyo xalqi xotirlaydi shu kunni deb. Men şu to'g'ilib bir yoshga kirgan vaqtida ailemizde bir
fajia bo'ldi hamda. Bu fajia hamda o'zimizning tabiiy yuz bergan fajia bo'lmasdan, balki shu chog'dagi madaniyat inqilobining sunniy yetishtirilgan fojiasi. Yana dadam chetga bog'langan unsur degan nom bilan oilamiz ajrashtirib etilgan. Ham oilamizni shu G'uljining Kunas noyisida Narat degan bir yurt bor, shunga yaqin Aralto'pi deydigan yana bir yezi bor. Shu yerga surgun qilib ekan. Mening balalik chog'larim ashada o'tdi hamda 1982-yilgacha. Biz 1982-yili xizmatlar asli kelib, bu ham ishlar normallashgandan keyin biz yana Kuchaga qaytib keldik. Qaytib kelib 4-o'ttirda o'qidim. Hamda mush jarayonda Kuchaga qaytib kelish, ko'chib kelib maktabga o'rnash jarayonida 1 yil o'qishsiz qoldim. Yana G'uljida, Aralto'pida 1-sinfdan 6-sinfga o'qidim. Kuchada 7-sinfda o'qishim kerakdi. Ammo har xil sabablar bilan ayerdan ko'chib kelish jarayonidagi ba'zi o'zgarishlar sababidan 7-sinfda o'qiy olmadim. 8dan boshlab o'qidim. 8dan taka shu 84-yilda 10-sinf bitirguncha. 10-sinfni bitirib oliy maktab imtihoniga imtihon berdik. Oliy maktabdagi orzuyimiz bo'yicha maktablarni tanladik. Asli o'zimning o'qish orzu qiladigan maktabim yoki kasbim tarix yoki bo'lmasa arxeologiya kasbi edi. Ammo shu chog'lardagi o'qish sharoitimiz ham maktablarning kasbni o'zimiz tanlash imkoniyatimiz bo'lsa-mu, ammo maktablarni o'zimiz bormoqchi bo'lgan maktablarni tanlashda yana ba'zi bir cheklimliklar bor edi. Shu sababdan o'zim orzu qilgan maktabga borolmadim yoki kasbimni tanlayolmadim. Aksar o'quvchilik kasbidan iborat Qashqa pedagogik institutiga 84-yili 9-oyda o'qish qildim. Shuningdan takib 1988-yilgacha shu maktabning adabiyot fakultetida 4 yil o'qidim. Biz borgan yillarda aslida biz berishni kerak bu maktabda 5 yil o'qiydi ekandik. Yana 1 yil hanzucha, 4 yil kasb. Biz borgan yildan 1-2 yil ilgari, yana 81-yildan boshlab 1 yilni evetib 4 yil o'qishib qo'yibdi ekandik. Yana bevos kasb o'qiydan qilib. Ya o'qimadik. Hanzut tili hamda shartida bir qatam qo'shimcha etildi, ammo asos darslar qatorida emasdi. Biz hanzut o'qimagan. Bevosda shu Uyg'ur tilida kasb o'qidik. Uning ustiga biz shu chog'da vaqtida Uyg'ur koni yezig'i, ya'ni shu yeziq 82-yilda qaytib kelib, oliy maktablarda bizga shu yeziqni o'rgatdi. Imtihon bergan vaqtimizda agar imtihonni, oliy maktab imtihonni koni yeziqda yozsanglar 10 numar qo'shib beramiz degan bir mukofotni berdi. Shu uchun biz 10 vaqtimizda ozroq o'rgandik, keyin qolgan oliy maktabga o'rgandik. Demak, men 4 yil shu adabiyot kasbida o'qidim. Dastlab mezgillarda adabiyot qancha qiziqmaydim. O'zimning qiziqishi tarix edi. Ammo u orzuyim yetolmagandan keyin ham adabiyotga ketdim. Almashtirish imkoniyatimiz yo'q. Qanday qilish kerak? Cho'qim yaxshi o'rganib, mushunda bo'lsin, o'zimning bir natija qozonish yo'liga mangay degan niyat kelib, tirishib o'qidim, ko'plab kitoblarni o'qidim. Yozuvchi shoirlarimiz bilan tanishdik. Uning ustiga darsdimi shu xil nasl o'tildi. Chet el adabiyoti, Uyg'ur klassik adabiyoti, hozir zamon Uyg'ur adabiyoti deganda shunday nurg'un adabiyot munosabatli darslar o'tilgan. To'g'ri. Shularning asarlarini o'qish jarayonida mendami bir xil istak paydo bo'ldi, yozishchilik bilan shug'ullanish. Dastlabda shu she'riy yozishni boshladik. 1-2 yil mashq qilib yozgan bo'ldik. Undan keyin shu 86-yili Qashqa gazetida bir parcha she'rimiz e'lon qilinib, nihoyat xush bo'lib ketdik o'zadi. Xuddi bir ijodiyat sepiga qaytilgandek, yangi bir hayotga erishgandek bo'lib. Shunaqa 1988-yilda o'qish bitirdim. O'qish bitirib, maktabning bevosita Abdunurayonlik savdo sanoat ma'muriy boshqarish maktabiga yoki dastlab taqsim qilingan Abdunurayonlik ma'muriy boshqarish idorasi shu yerga taqsim qildi. U yerga borgandan keyin men o'zimning o'qituvchi bo'lish orzuyim bo'lganligi uchun maktabga ketishni talab qilib maktabga ketdim. Chunki o'zimning o'qigan shu pedagog instituti bo'lganligi uchun cho'qim shu sohada o'zimning rolini joriy qildirsam, o'zimning orzusi mos kelganini his qildim. Shuning bilan savdo sanoat ma'muriy boshqarish kadrlar maktabida toki 2001-yili 6-oyning 30-kunigacha 13 yil o'qituvchilik qildim.
Bu jarayonda shu dastlabda o'qituvchi bo'ldik, keyin lektor bo'ldik, keyin dotsent bo'ldik degandek. Ash shaklda ishladik. Ham xizmat qatnashib, bir tarafdan dars o'tsam, yana bir tarafdan o'zimning ijodiyatni tashlab qo'ymadim. Urumchi kelgandan keyinki mening ijodiyatim nihoyat yusilishda bo'ldi. Chunki bu yerda Uyg'urlarning ziyolilari to'plashib o'ltiraqlashgan rayon hamda. Da'noliq yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, tadqiqotchilarimiz hammasi ashada. Ular bilan tanishgandan keyin ular bilan davomli fikr almashtirish, yosh shoirlar, yosh adiblar, ham havaskorlar o'zaro uchrashib turish ishlardan jiq bo'ladi endi. Mush jarayonda o'zimizdagi yetersizliklar, o'zimiz taqa his qilmagan yangi uchurlar adabiyot sohasidagi narsalarni o'zaro bir-birimizga yetkazamiz, asarlar haqida ta'alluq bo'ladi. O'zimiz ba'zi kamchiliklarni to'ldirgan gapga. Shuning bilan jiq o'zgarishlar bo'ldi. Nurg'un she'rlarni yozdim, har qaysi gazeta jurnallarda davomli e'lon qilinib turdi. Bu o'zimda bir xil ro'yxatdan bir ilhom bo'ldi. Hozir mezbotlar Shunga toki chet el chiqqıcha bo'lgan arliqlarda ashxol hayotimni boshdan ko'chirdim. 2001-yilning oxiri, ya'ni 2002 yilning ichida Qozog'istonga bir chiqdim. Yenib kirib bir haftadan keyin 2002-yili 2009-yilda qayta chiqdim. Qayta chiqdim. O chaqda 6 oy turdim. Shu jarayonlarda yana bir turkum she'rlar yozdim men Qozog'istonda vaqtida. O she'rlarimni Tangirtog' jurnalida e'lon qilindi. 2003-yili 5-oyda andan keyin ma'lum sabablar bilan Shvetsiyaga chiqish nasib bo'lib, Shvetsiyaga keldim. Ham Shvetsiyada shu yerda o'tiralishib qoldim. 2003-yilda Shvetsiyaga kelgandan keyin bir mazgil o'qish munosabatlar o'qib jurdik, shu jarayonda nurg'un she'rlarni, yana vatandan ayrilgandan keyingi o'zimizning his tuyg'ulari ham shu chog'dagi ro'y holatlarimiz, vatanga bo'lgan seg'inishlarimiz ifodalangan 100 parchadan ortiq she'rlar yozdim. Ammo keyin o she'rlarim yo'qolib ketdi. Shu she'rlarim yo'qolib ketishi bilan she'rga bo'lgan qizg'inligim bir mazgil sulidi. Bu menga bir zarb bo'ldi. O'zimizning yozgan ijodiy yo'qolib ketishi odam qattiq zarb bo'ldi. Hatto bir necha oygacha bir xil yuragimga bir narsa tiqqandek, xuddi bir narsam g'ayat zo'r bir narsam ayrilib qolgandek azobni yurdim. Shundan keyin she'r yozib bo'lgan bir xil qo'rquvdan bo'lib qoldim mana shu vaqtida. Shuning bilan o she'r o'g'irlanib ketdimi yoki bo'lmasa qanday qolib ketdimi? Endi Shvetsiya ko'chman bo'lib chiqqan keyin, ko'chman degan shu ko'chib yurgan gapkan, u yoqdan bu yoqqa. Necha qatim uy ko'chishlar bo'ldi. Shu uy ko'chish jarayonida nada qoldi bilmadim. Shu yutib ketdim. Shuning bilan siz Qozog'istonga chiqib unchalik texim yezib, nima? Shunda bo'lgan ham. Shug'ullanibsiz. Shvetsiyaga kelgandan keyinmi bu teximbek ko'p mo'lasularga erishadigan bir paytlaringizda herhalde. To'g'ri, bir vatandan ayrilib yangi bir muhit kelgandan keyin odamda tabiiy bir vatanga bo'lgan seg'inish, o'zining madaniyatiga bo'lgan talpinish, yot zamindagi yetirqash, notunish, his tuyg'ular, mahal ro'yxatlar odam birini yozishga undaydi ekan. Shu chog'da yozgan she'rim hammasida mushkil ro'yxatda bor hamda. O'zim yaxshi ko'rdim nurg'un she'rlarimni. Shu she'rlarni yo'qotib qo'yib ro'yimda nihoyat qattiq bir silkinish yoki bo'lmasa bir zarb bo'ldi. Uzoqcha she'rim yozolmadim. Shu bir tashlab etilgandan keyin nihoyat uzun yil tashinib qoldi. Bir necha yil ijodiyat bilan shug'ullanmadim. Undan keyin siz boshqa bir yo'nalishga qarab ma'nodasiz. Taxminan 2 yildak hech nima yozmadim zodi. Keyin bunda hayotimda bunda o'tkazib bersam bo'lmag'idek. Cho'qim qaytadan bir qo'lim qalam elishim, o'zimning arzu armonlarimni, tuyg'ularimni ifodalashim kerak. Mayli qaysi shaklda bo'lishini qat nazar, ma'lum bir shakl ifodalab bildirishim kerak degan arzu bilan maqola yozish tutish qildim. Dastlab maqolalarim ko'pinchilari nima bo'ldi? İctimai temalardaki. Aslida mening o'zimning aslida tarixiy qizg'inlik bo'lgani uchun vatandim tarix kitoblarini jiq o'qiydigan, ammo tarixiy maqolalarni yozib boqmagan. Endi keyin Shvetsiyaga chiqib ijtimoiy maqolalarni yozish jarayonida tariximizdagi nurg'un kamchiliklarni his qildim, ba'zi yozish tegishlik masalalarning borlig'ini qayta his qildim. Yana birisiga Shvetsiyada Uyg'urlarga doir nurg'un materiallarning borlig'idan xabar topdim. Men o'zim
her qaysi arxivxonalarga berib ziyorat qilish jarayonida mushu materiallar bilan bevosita uchrashdim. O'zimda yangi bir tuyg'ular paydo bo'ldi. Siz vatandan chiqishdan burun bu nimaninki Asad Süleyman'ninki eserlerinde otorluk ipucu yok, değil mi? Yo'q, bu Asad Süleyman 2004-yili keldi. Men kitobni keyin o'qidim. Shvetsiyada o'qidim bu kitobni. Shunga o'zim shu izlanib yurish jarayonida Asad Süleyman'ning kitobi nashr qilindi, uningdan bir nusxasini keltirib o'qidim. U menga bir nihoyat cho'ng ilhom yo'l ko'rsatuvchi bo'ldi endi shu vaqtda. Ba'zi men his qilmagan hayot qanday material bormi bilmagan ahvolasida, o material menga nihoyat nurg'un ipuchi bilan ta'min etdi. Shu ipuchiga asosan shu arxivxonalarga berish ham ba'zi halqiliq yoki munosabat shaxslar bilan uchrashish jarayonida nurg'un materiallarning borlig'ini bildim. Men nurg'un kitoblarni, Shvetsiyada nashr qilingan nurg'un kitoblarni internetdan tepib, uni to'g'ri orqali setib oldim. Dastlabki mening shu Shvetsiyaga kelgandan keyingi Shvetsiyada saqlanayotgan Uyg'urlarga doir materiallar va tarix haqida mening kirishim mana shunda boshlandi endi. Siz şu asosli tadqiqot bilan shug'ullanyapsiz. Ishdan sirt vaqtingiz bilanmi yoki bo'lmasa ishlagach ham boshqa undan keyin qilyapsiz bu ishlarni? Bu narsani ishdan sirtqi o'zimning havasi bilan deyishkim bo'ladi. Chunki Shvetsiyaga kelgandan keyin o'zimning aslidagi o'qituvchilik kasbimni tepishni o'ylagan, ammo ba'zi bir sharoitlar bizni o'ylaganimizdek bo'lmadi. Chunki bu bizning hayotdagi ma'rif tarbiyalanishimiz, ham bizning diplomlarimiz, ham mayaddan keyin ma'rifga ba'zi bir sistematik o'xshamaslik sababidan darhol u kasbga kirishmi qiyin ekan birisi. Ikkinchisi Shvetsiyada biz o'qigandek maxsus o'rta maktab, boshlang'ich maktab yoki bo'lmasa texnikum maktablarda unda adabiyot kasbi deydigan maxsus kasb bo'lmaydi ekan. Bu adabiyot kasbi faqat shu oliy maktablarning, ya'ni ijtimoiy fan tipidagi oliy maktablarda bakemda adabiyot fakulteti degandeklar. Ammo uni shu jiq o'quvchilar o'qimaydi ekan. Bu normal maktablarda shu mecbur ma'rif deymiz hamda. Şu jarayonda bu bir narsa yozg'idek bir qobiliyatga ega qildirish uchun albatta bir adabiyot darsini o'qish kerak. Albatta, lekin o Shvetsiya ma'rif bilan bizning Jungo ma'rifining yanagi Uyg'urlar qo'llanayotgan shu ma'rifni o'tirishga farq mushamdi. Biz ayada asosan o'quvchilar bizga yodlashni asosiy vosita qilib turib dars o'tadi. Bizim imtihonni yodlab turib beramiz ham deb aytganda. Mana shu vaqtda imtihonlarda o'zimizning ko'z qarashlarini yoki o'zimizning hatto biz adabiyot o'qib turug'liq bizning o'zimizning erkin fikr qilib ma'lum bir asarlar haqida mulohaza qilishimizni xohlamaydi ma'lumlar. Shu ma'lumlar bizga darsni qanday qilib o'tgan, qanday qilib konspekt yozilgan bo'lsa imtihonda shuni yodlab olib, shu ish berdik. Hamda mayada boshlang'ich tortib boshqa kamda bolalarga mayli imtihon bo'lsin, mayli topshiriqlar bersin, ma'lum temalar haqida cho'ng bir narsa tashlab qo'ydi ekan, buni tayyor qilib keldi. Bolalar o'zlari kutubxonaga borib, kitoblarni tepib, internetdan bir narsa izlab yurib, yozuvchilik bilan boshlaydi ekanda. Butun o'zining hayotini, maktab hayotini shu vaqtida. Shunga bu xil ma'rif sistemasi bolalarni mana shu vaqtida hamma odamlarni yozuvchilik qila oladigan, hatto hamma odam kitob yoza oladigan bunda bir saviyaga yetkazadi ekan. Bu bizning ma'rifimiz bilan bular cho'ng farq mush ekan ham. Shunga bayatdan deganda adabiyot, maqsad adabiyot darsi yo'q ekan dedim. Ya, maqsad adabiyot darsi yo'q. Uni yetakchi qilgan o'xshaydi, shundaymi? Masalan, har qanday bir fan hamda har qanday bir dars o'tilsa, bolalar topshiriq bersa, shu topshiriqlarning hammasi ma'lum bir narsa yezish asos qiladi. Ularda yodlash degan gap yo'q unda. Hamma bolalar erkin fikr qilish kerak. Ma'lum bir narsani tashlab turdi, ma'lum bir temini, shuni bolalar o'zlari internet topamda, kitobni topamda, hamma yerni tepib yurib, ularni yozib chiqdi. Hatto biz oliy maktab bitugicha bir maqol yozib qolsak, biz onunla paylangan materiallarning manbasi eskartishni bilmaydik. Yoki bizga ma'lumlar undan o'rgatmagan. Undan narsa yo'qdi. Meyada shu boshlang'ich maktabda o'qigan bolalarmi ma'lum bir narsa yozsa, cho'qim tigiga manbasini eskartish kerak. Shu manbasini andan keyin bu shu ilmiy maqolaning usuli shu. Usuli shu ham. Lekin bizda u narsa bo'lmagan. Mening bolalarim shu hozir to'liq o'tirib chiqdi. Boshlang'ich mishada o'qidi, to'liqsiz mishada o'qidi. Ashdan hammasi boshlang'ichni tortib bütün maqollarning oxiriga shu manbani eskartib keladi. Nereden paylandı? Hatta bularning ayrim bir sistemasi var. Shvetsiyada
ürkün deydiken balalar maqal yazgan vaqtida masalan birisinin maqalasini ma'lum bir istat yoki bo'lmasa bölekni paylangan bo'lsa cho'qim ashini eskartib yezib qo'yish kerak palonchi yerni paylangan deb. Agar bo'lmasa mushu ürkün degan program sağgandan keyin qaysi kitobdan, qaysi internetdan kimning maqolasi ko'chirganligini mana deb chiqadi ekan. Shuning bilan uni Ko'chamiga chiqish mumkin emas. mumkin emas u. Shunga balalar paylanaldi, o'zining fikriga aylantirib paylandi. Yoki bo'lmasa uni cho'qim istat shaklda eskartish kerak. Chuqum ağam bo'lsa, asar huquqiga hurmat qilib, deb qo'yish kerak. Shunga demoqchi bo'lganim nima desam, bizning ma'rifimiz bilan shifsiya ma'rif farqi shu. Shunga bu yerda adabiyot darsini maxsus o'tib, balalarni tarbiyalash bo'lmaydi ekan. Shunga adabiyot bilan o'zimning kasbini tepish mumkin bo'lmadi. Men Stockholm universitetiga kirdim, ham bir oyda yashada o'qidim. Bir oy o'qish jarayonida ham shifsiya ma'rifida va ledar deydi, ya'ni o'qitishni yetaklash. Yo'l ko'rsatgan odam deydigan shunda bir sistemlar bor. Shular menga bergan maslahat bo'ldi. Bizning bu yerda o'tir boshlang'ich ma'rifimizda undaq bir adabiyot dars yo'q. Agar sen davomli o'qiymi desang, cho'qim boshqa kasb o'qishing kerak. Hammani noldan boshlab qayta o'qimasang bo'lmaydi. Sening diploming, men o maktab kirishdan ilgari Oliy ma'rif ministri deb bir ministrligi bor. Shularga diplomimizni avazsak, ular ko'rib tasdiqlaydi. O'sha davomli o'qishni bo'lamdi yoki bo'lmasa o'quvchi bo'lish bo'lamdi deydigan. Shu narsani tasdiqlab, meni ashunda degan davomli o'qisang bo'ladi, ham muxtishib ishlasang bo'ldi deb. Ammo u shu diplomni o'zi bilan bevosita ishla olmaydi. Chuqum shuni shifsiya ma'rif maslashgan asosda ma'lum bir darajaga keltirishimiz kerak. Agar mening shu diplom bo'yicha shifsiya o'qitish bo'lish uchun komplektering deydi, uni tamomlashim kerak. Shifsiya ma'rif maslashgan holatda. Agar shu diplom e'tirof qilinib, shu xil adabiyot o'qisam osonroq bo'ldi. Ya 1 yil, ya 2 yil. Agar boshqa kasbni o'qisam, shu noldan boshlashim kerak. 4 yil, 5 yil, hatto 6 yil o'qishim kerak. Ondan keyin biz maktabda o'qigan vaqtida pedagog deydigan bir darsni o'qigan. Mayadimi shu dars borki, ammo bu yerda e'tirof qilmaydi ekan biznikini. Qolgan e'tirof qildi ekan, faqat pedagogni e'tirof qilmaydi ekan. Uni o'qish uchun 2 mavsum 60 nomerlik o'qiydi ekanman. Hamda Yevropa ma'rifida asosan har bir fanning o'lchamlik ma'rif ministri belgilangan nomerlar bor. Manchi nomer, 30 nomer, 20 nomer, 10 nomerlik deydigan. Shunday vaqtda men 60 nomerlik 2 mavsum shifsiya ma'rifidan pedagogistdan tarbiyalanishim kerak ekan. Shunday vaqtda u nurg'un vaqt ketdi ekan. Shuni o'qishni voz kechdim. O'qishni voz kechib, pedagogikdan ham adabiyotni o'qishni. Shu o'qishni voz kechib, san'at kasbida o'qidim. San'at? Ig'ir san'at kasbida. Shu taxminan 3,5 yil o'qidim. Shunga kasb ayrim, qiziqishim ayrim bo'lib qoldi. Ikkisi. Kasbingiz shuning bilan san'at hozir ishlayotgan shu ishimmi, shu ig'ir san'at kasbida. Injenerlikmi? Injenerlik zavodda shu mahsulot ishlab chiqaradigan mashinalar va shu mashina mashg'uloti bilan programmasini tuzimiz shu xil xizmatlarda. Oila hayotingiz necha bolangiz bor? 2 balam bor, bir qiz, bir o'g'lim. Qizim 19 yoshga kirdi, o'g'lim 15 yoshga kirdi. Qizim bir yil oliy maktabga kirdi, o'g'lim to'liq o'tirg'i chiqdi. Shu xil shaklda. Ular shu uyg'urcha so'zlab vatandan birga chiqqanmi yo? Qizim sal keyinroq chiqdi, vatanda maktabni 5-sinfgacha o'qigan. Uyg'urcha so'zlash, u jihatlarda hech qanday qiyinchilik yo'q. O'g'lim 3,5 yosh, 4 yoshga yaqinroq chiqdi. Uyg'urchada chatoq yo'q. So'zlashda hech qanday qiynalmaydi. O'qishni uyda o'zimiz o'rgatdik. To'liqsiz o'tirib o'qiyotgan vaqtida bir mavsum biz shu maktabga iltimos qilib yurib, bir qancha Uyg'ur bolalarni o'quvchilarga o'qitish taklif qildik, Uyg'ur o'quvchini. Chunki Shivsiyaning qonunida bir kommundayda bir nahiya hamda o'sha vaqtida 5 o'quvchini olsa, o'xshash til so'zlaydigan bolalarning soni. Shu bolalarga ona tilda dars o'tish o'rnashtirib berdi. Bir haftada 2 qatim. Agar o'quvchilarning soni jiq bo'lsa, haftalik sonim eshib mangdi. Shu bo'yicha bir mavsum haftasiga 2 soatdan
Uyg'urcha dars o'qidi. O'mi bir jiq yardım bo'ldi hamda Uyg'urcha o'qish. Hamda yezishi yaxshi emas, ammo o'qishda yo so'zlashda unda masala yo'q. Maşallah, inşallah bir yazuvchining, shoirning bolasi bo'lgandan keyin yezib ketay inshaalloh. Rahmat, sizning qisqacha hayotingizni o'zingizning og'zingizdan angladik. Hamda bu Uyg'ur akademiyasidagi yig'inlarga har yili kelib qatnashib turyapsiz. Bu hamda gerçi Turkiya, Yevropaga yaqin bo'lsa-mu, lekin har yili kelib sizga o'xshash qatnashib qolganlarimiz ko'p emas. Bu qatim siz o'zingiz yolg'iz kelmay, yana boshqa Shvetsiyada yashayotgan boshqa qarindoshlar bilan birga kelibsiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Demak, akademiya yig'ini qiziqadiganlar ko'paydi degan gap. Sizce şu akademiya yig'inlarining bu yil sizga bergan ta'sirlari qandayroq masalan? Buningda ba'zi saqlangan masalalar bormi? Qanday bir yo'nalishga qarab ketib bordi? Ta'sirotingizni biroz so'zlab bersangiz. Uyg'ur akademiyasining ta'siratim nayt yaxshi. Men bu qatim 3-chi qatim har qatimda nayt yaxshi o'tyapti. Bu dunyoning har yeridan yig'ilgan Uyg'ur ilim adamları özlerinin tayyorlagan maqolalarini o'qib yutyapti. Bu Türkiye'de o'qiyotgan o'quvchilar uchunmi, ham Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar uchunmi, shundaqla har qaysi davlatdan kelgan Uyg'urlar uchun yaxshi bir uchrashuv bo'lyapti. Birisi o'quvchilar bilan uchrashuv fursati bo'ldi. Ikkinchisi dunyoning har qaysi yashayotgan ama o'zaro ko'rishamagan ilim adamları o'zaro uchrashib, fikr almashtirib, yangiliklarni almashtirib, bir-birisiga madad berib, degandek yangi bir kayfiyat yaratyapti. Buni nayt xo'shal. Shunga men har yili kelishni o'zimga bir nishon qildim. Chunki buningda bir ikki nuqta bor. Birisi bu kelish orqali har qaysi davlatda yashayotgan ilmli odamlar bilan tanish qilib, uchrash qilib, ulardan ba'zi yangiliklar anglab bo'ldi ekan. Ikkinchisi Shvetsiyada naytin mo'l tarixiy materiallar bor Uyg'urlarga doir. Yana shu 1900-yillardan boshlab Qashqayoqdan o'sha yakallarga borgan shvetslar tomonidan to'plab kelgan. Har qatimda mushlarga munosabatlik materiallarni tayyorlab kelyapman. Mening maqsadim mush orqali İstanbulda yana Turkiyada o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga azroq bo'lsa-mu bir material manbasi bilan ta'minlash, yana shu turkologiya sohasida, adabiyot sohasida yoki tarix sohasida o'qiyotgan o'quvchilarga bir material manbasi bilan ta'minlash, ham ularning tadqiqotiga yangi bir uchur berish maqsadida har yil kelib shu xildagi temalarni tanlayapman. Buningdan ba'zi bir natijalar bo'ldi. Ba'zi shu sohada o'qiyotgan o'quvchilar men bilan aloqalashdi. Ba'zi fikrlarni so'rdi. Men o'zimning qurbi yetishicha vaqtimni yarib berishga ularga yordamlarni qildim. Ba'zi yo'llarni ko'rsatdim. Ba'zilarga material manbalar bilan ta'min etdim degandek. Mushuni o'zi bir g'alaba deb qarayman. Agar men kelmasam, so'zlamasam, balki bularni boshqa yo'llar bilan erishish mumkin. Ammo bumi bir yilqi shu xil uchurlarga material erishishning yangi osonroq bir yo'l hamda bevosita uchrashish, bevosita anglash yoki bo'lmasa bevosita aloqa qilish yo'li. Shunga men har yili mushxil temalarni tayyorlab, boshqa o'quvchilarga yangicha bir uchurlarni berishni maqsad qilyapman. Albatta shu maqsadga yetdim. Uyg'ur akademiyasining bo'lgan xizmatlari har qatimda o'xshashlar nayt muvaffaqiyatlik, nayt yaxshi bo'lyapti. Bu qatim shunchalik yaxshi temalar so'zlandi. Ham anglovchilarmi shunda yaxshi rozi bo'ldi. Shaxsan men bilan birga kelgan Shvetsiyadagi qarindoshlarimiz bilan tunji qatim qatnashib, ular faqat anglashib kelgan. Anglab bo'lgandan keyin yig'in tugagan men so'rdim ulardan, qanday bir ta'sirotda bo'ldinglar, qanday bir kayfiyatda bo'ldinglar deb. Ular o'zlari nayt rozi bo'lganligini, kelganligidan shunchalik xushallik kelganini his qilib so'zlab o'tdi ularmi. Demak, bu anglovchining bir inkosi shu vaqtda. Rahmat, Alloh razı olsun. O'tgan qatimki yig'indima Günler Yarıngning yana bir yuzi shunaroq bir temada so'zladingiz. Nəhayət yaxşı bir analiz bo'libdi ekan, bu shunda yaxshi qo'lg'absiz u temani. Maqatim kisidimi Lund universitetida saqlangan qo'lyozma asarlar to'g'risida so'zlab, marishlar to'g'riliq so'zladingiz. Bu to'g'ri qisqacha to'xtalib bersangiz.
Aldı bilen Gunnar Yarıng'ın Uygurlarga natunuş bolgan ikinci yüzü degen şu makalaga azırak to'xtalib o'tay. Gunnar Yarıng bütün Uygurlarga natunushlik bolgan, ama bulup mushu ilim sohasidagi Uygurlar hemimiz biladigan bir meşhur şahs. Bu adamning tarjimali nayt pokiz, shunchalik chiroyli yozilgan hamda. Biz o'rgangan vaqtlardami Gunnar Yarıng haqida nayt pokiz tarjimalar o'rgangan. Bu adamning hayotidagi rasistlik munosabatdagi nurg'un manba uchurlarni bilmaydik. Shaxsan shu materialni tayyorlash ilgirimi uning doir uchurlarni bilmaydim men. Tasodifiy to'r aralab o'tib azroq bir uchurni ko'rib qoldim. Shu Gunnar Yarıng'ning shu Ikkinchi dunyo urushi mezgillarida Shvetsiyadagi Natsist partiyasi qatnashganligi, hatto shu Natsist partiyasining aktiv a'zolarining biri bo'lganligini ham Germaniya tarafidan, shu chog'dagi Hitler Germaniyasi tarafidan Germaniya Bürküt nomli medalga erishganligini haqida uchur. Shuni bu haqida izlandim men. Izlanib shu masalalarni tadqiq qilayotgan bir shved ekan. Uning xat yozdim. U mushtada izlangan ekan. U ba'zi materiallarni avatib berdi menga. 30-yillarda, 40-yillarda, 70-yillarda chiqqan tarixiy materiallar. Shuni ko'rgandan keyin menda buni bir Uyg'urlar bilib qolsin. To'g'ri. Degan maqsadda bu narsani tayyorlab o'tgan yili akeldim. Mening maqsadim bu odamni so'kish yoki bo'lmasa bu odamni tanqidlash emas. Chunki bir tadqiqotchi bo'lsin, yozuv shoir bo'lsin, u odamning hayotidagi barliq taraflari jamoatga, o'quvchilarga çok ayon bo'lishi kerak. Chunki bu shu odamni ideyasini tadqiq qilishda, shu odamning qilayotgan xizmatini tadqiq qilishda nihoyatda muhim bir halqa. Agar tarjimaning yerimi yushirilgan holatida u odamga to'g'ri baho berish, asarlarga to'g'ri baho berish ba'zi cheklamalarga uchraydi hamda. Shunga vatandagilar albatta bu narsalarni bilmaydi. Chunki bu Shvetsiyadami bu narsa jiq so'zlanmaydigan temalar ekan. Chunki Shvetsiya hem hanzuzcha inglizcha tarjimalardami hech qanday bu uchurlar yozilmagan Gunnar Yarıng'ning. Shu maqsadda men shu vatandagi Gunnar Yarıng tadqiqotida shug'ullanayotgan yoki bo'lmasa tadqiqotida Gunnar Yarıng'ga munosabatlik materiallar manbasi foydalanayotgan yoki yondosh so'zlab o'tish to'g'ri kelgan mushunda bilim egalariga Gunnar Yarıng'ning mushunda bir tarif borligini, asarlarga baho bergan odamlar bergan vaqtida mush nuqtaga diqqat qilib qo'yishni maqsad qilgan asosda shu materiallarni tanlab o'tgan yili shu haqida ma'lumot bergan edim. Nurg'un odamlarning inkosi yaxshi bo'ldi. Ba'zi tushunmaganlar, men vatandagi ba'zi torlar choplasam bu g'arb madaniyatiga o'sh asabiy diniy unsur o'xshaydi. Ilimdan xabari yo'q. Yolg'onda yozgan o'xshaydi degandek ashi inkoslar bo'ldi. Bu ma'noda buning to'g'ri tushunishga bo'ldi. Chunki nurg'un Uyg'ur yoshlarining, nurg'un bilim egalarining qalbida Gunnar Yarıng yuksak obraz ega. Chunki bu yosh vaqtida bizning vatanga borgan Qashqarga berib, bugungi kunda shu Shvetsiya saqlanayotgan qo'lyozma asarlarning 90%ni Gunnar Yarıng to'plagan. Bu uning to'kis Uyg'ur xalqiga qo'shgan. Uning sirt o'z qo'li bilan bir qism maqolalarni, asarlarni yozgan. Shunga men uning nisbatan to'g'ri tushunman. O'quvchilarning ashunday inkosini bo'lishimi, demak Gunnar Yarıng bo'lgan bir hurmatli ekanligini bildirib berdi bu. To'g'ri. Masalan, siz vatandagilarga ba'zi tushunmaganlar desin. Siz uni yozgandan keyin masalan Shvetsiyada biroz sizga nisbatan besim yoki binasi bo'lmagandi? Yo'q, unda ishlar bo'lmadi. Chunki Shvetsiyada yashayotganlarning ko'rdimi, ko'rmadimi buni bilmadim men. Balkim ko'rgan bo'lishi mumkin, balkim ko'rmagan bo'lishi mumkin. U haqida hech qanday bir uchuri yo'q endi. Bu qadimgi qo'lyozma asarlar to'g'risidagi tadqiqotlar nima? Buni talishim sabab chunki marsh hamda bir millatning ro'yoltini urg'utadigan, ro'yiga ilhom beradigan, jangovarlikqa undaydigan muzikalik she'r endi marsh degan gap. Shu an biz tariximizda nurg'un davlatlarni qurdik, xalqimiz nurg'un botirlarcha kurashlarni qildi, nurg'un tarixiy jarayonlarni boshini ko'chirdi. Ammo bizni hozirgacha marshdan iborat shu she'r turi bizda bo'lib boqmadi hozirgacha. Hem tariximizdan bu ham bizgacha hech qanday bir marsh turi yetib kelmadi. Zodi bizning
Uyghur xandalығы болсын, Қарқалла, яғни Қақания дөлті болсын, яки Тұрпан Идіқұт елі болсын, зад олар қанда маршылан işletті, қанда дөлет маршын işletті. Бұл дәуір әскерлен марш қанда атты. Siz obdan bilsiz Türkiye'nin askerler marşı, mektep marşı, bu marşlar nayt dağınlık. Ama bizning balalarımız, hatta bizmi özümüzün qanda marşlığı bağlım bilmemiz. Fakat biz bildiğimiz Memtili Tavuk Efendi yazgan Qutuluş Yolda degan marş bilen, yani mektep marşı var. Açıl. O marş okungan mı? Onu marş okulgan degen gap sözler var, lekin onun aniq tarihi manbasini men ko'rmadim tege. Demek ki 30 yıllarda nayt Aslandaki bir marşlarımızın başka bizga yetib kelgan marşlarımız yok. Yani bu bir yenilik deb hesaplayman. Çünkü bu marşlar toplumudan 12 marş kirgizilgan. Yana 9 parça askerlar marşı, 3 parça mektep marşı. Demek bu toplamning shu nimani ko'rsatdim, to'piga shivcha yozilgan hamda Cang marşları, Qashqar, Sharq Turkiston 1933'ten 1934 yıllık içinde. Demek bu marşlar şu davrda yazılganlığı aniq hamda. Aşı mazmundan qaragandimi, aşı 30 yıllardaki qaynam tashqinlik, inqilobning vaziyati, şu inqilobga qatnashgan xalqimizning ko'taran ro'yi, hem şu inqilobga qatnashgan qahramonlarimizga o'qilgan madiyali aks etgan buningda. Buni jamoat bilan, o'quvchilar bilan, hem boshqa xalq bilan yuz ko'rsatirish ularga bir yenilik bir deb qarayman. Chunki vatanimizda yana Uyg'ur elida Uyg'ur tarix qo'shoqlari deb bir kitob nashr qilinib o'tdi tomliq. Ammo shuni qarab baqdim, Temir Sijang, ya'ni Temir eli 30-yillardagi nihoyatda mashhur nomi bor bir shaxs bo'lsa-mu, lekin ash kitobga shu haqida hech qanday bir tarix qo'shoq bo'lsin yoki shu marsh bo'lsin, hech kim kirgizilmagan. Balkim buni ikki xil sabab bo'lishi mumkin. Birisi u odam haqida yozilgan she'rlar, madhiya naqshlari yoki boshqa tipdagi qo'shoqlar zamonimizga yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Yana birisi bo'lsa-mu, balkim toplamga kirdirishdan qilib qolgan bo'lishi mumkin. O lekin men hozirgacha onalikda vatandagi vaqtimda Temir Sijangga munosabatlik undaq bir madhiya she'rlarini yoki marsh shaklidagi anda she'rlarning bog'lig'ini bilmayman. Shu bu daram men shuni ichidagi asosli bo'lgan ikki marsh tanladim. Birisi Xo'janiyaz ağacının namı bağışlangan, yana birisi Temir Sijangning namı bağışlangan. Birisi 4 köblet, birisi 6 köblet. Bunu bir Uyghur o'qirmanlar bilan yuz ko'rishtirishga tegishli bo'lgan bir marsh deb qarag'animiz uchun bularni bir qadar tafsiliy tushundim. Chunki bu marsh orqali biz 30-yillardagi xalqimizning ro'yaltini, shu tarixiy davrning alayligini, ham shu davrda xalq ishlatgan tilning ma'lum jihatdan imlo alayliklarini yoki bo'lmasa lug'at tarkibini bilib olishga ma'lum bir foydasi bor deb qarayman. Bu yig'inda mana yaxshi savol-javoblar bo'lib o'tildi. Ba'zi kalimalarniki zaten masalan bing, or ba'zida bing debdi, ba'zida ming debdi. O'z to'g'ri tartishlar bo'ldi. Nəhayət yaxşı bir əsərini bizlə nima qildingiz, bəhrləndiniz, paylaşdınız. Rəhmət. Əmdi söhbət yaxşı ketib barır deb o'ylayman menimcha. London Üniversitesi'ndeki Uygurca qo'lyozmalar to'xtalib o'tdingiz. Endi Shvetsiya shuncha temada, Shvetsiyada hayot va o'qish. Shvetsiyada Uyg'urlar qanchalik Uyg'urlar bor, sizlarning hayotinglar qanday o'tadi, o'qiyotgan o'quvchilar qanday o'qiydi, masalan, o'qimoqchi bo'lganlar uchun qanday bir maslahatlaringiz bor? Bu to'g'riliq so'zlab qo'ysangiz. Hem Shvetsiyaga Uyg'urlarning kelish hozir ham Shvetsiyada taxminan 1500 dan 2000 gacha Uyg'urlar bor deb qaraldi, lekin aniq bir statistika yo'q. Chunki Uyg'urlarning ba'zi ularni sanab statistika qilib bakın yo'q. Ama Uyg'urlarning 80% hammasi shu markaziy shahar Stokgolmda yashaydi. Hem Uyg'urlar nayt inoq, nayt yaxshi yashayotdi, hammasining turmush ahvoli nayt yaxshi. Shvetsiyadagi Uyg'urlarning 70% atrofida Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq
hem Özbekistan kadar cumhuriyetlerine kelgen Uygurlar. 30-35% Uygur, yani vatanimizden kelgen Uygurlar hesabında. Yaş terkibine algan vaqtida O'rta Osiyodan kelgan Uygurlarning, yana Qozog'iston, Qirg'iziston kelgan Uygurlarning yaş nimalar bir qadar yuqori hamda 50 yaşın yuqoriliklari bir qadar ko'p. Vatandan chiqqan Uygurlar orasida ko'pincha 50 yaşın töven. Yaşları bir qadar ko'p. Hamda Shvetsiya Yevropadagi Uygurlar ko'p yashayotgan davlatlarning birisi. Bu yerga tarixiy ma'lumotlardan qaraganda eng dastlabda shu 18 asrdan keyingi yerimi, yana 1750-yillardan keyin tunji Uyg'ur qadam bosgan deb qaraldi. Yana bu haqidagi uchurlarni Asad Sulayman o'zining o'zlik va kimlik degan kitobida tafsil to'xtalgan. Yana Yakandan Sara, Yaman qiz, Oltingul deydigan 3 qiz bolaning Birgitta ismli bir shved ayol tarafidan tunji qatim akelganligiga munosabatli bir uchur bor. Buni Gunnar Yarangmo o'zining kitoblarida bayon qilgan. Agar mushu tarixiy voqealik rost bo'lsa, demak Shvetsiyaga Uyg'urlar 1750-yillardan keyin tunji qatim qadam bosgan deyishga bo'ldi. Ham uning oldida bormi yo'qmi uni haqida men tag'in uchur ko'rib boqmadim. Agar mushu tarixiy hisoblan mushu birinchi qatim bo'ldi. Ham ikkinchi qatimligi 1947-yili Yakub Stepan deydigan bir adam kelgan Shvetsiyaga. O Yakub Stepan degan adam yakanlik bola bo'lib, yetim bola endi bu. 2 yosh vaqtida ota-onasi tashlab etib, shu din tarqatqili bo'lgan shvedlar beqib olgan ekan buni. Bu bola yana 1933-yildagi shu Xotan qo'shinlari, ya'ni Xotan Islom Jumhuriyatining qo'shinlari yakanga besib kirgan vaqtida yakanda ular tarafidan turma tashlanib, keyin turmadan qochib Hindistonga borgan ekan. Hindistonda shu 1933-yildan 47-yilgacha yashab, 47-yil Shvetsiyaga yenib kelib Shvetsiyada yashagan ekan. Bu ikkinchi qatimliq Uyg'urning kelishi hisoblanadi. Men Shvetsiyaga kelsam, u odam allaqachon o'lib ketibdi. Ayoli bor ekan. Ayoli 93 yosh kirib ketgan shu chaqda. Shvet bilan o'linib ketgan. U odamning bir qizi bor ekan. Shvetsiyada bir opera naqshisi ekan. O ayol bilan bir qatim ko'rishdik, ammo tafsili parangish fursat bo'lmadi. Men shu Yakub Stepanning ayol bilan uchrashishni o'ylagan bo'lsam, ammo boshqalar menga dedi, yeshibak cho'nlab ketganligi uchun gaplarni anqirish yaxshi emas. Shu uchurlarni bera olish natoyin deb. Shu 2004-yilda gaplardi bu. Shu ular bilan uchrashish imkoniyati bo'lmadi. 3-chi qatim desak, 86-yillarda endi bir Uyg'ur qizolni bir shved beqib olgan ekan. Bu mushu 3 tarix hamda Uyg'urlarning eng dastlab kelgan Shvetsiyaga eng dastlab kelgan Uyg'ur hisoblanadi. Undan keyingi Uyg'urlar Sovet parchalanib 1990-yili O'zbekiston, Qozog'istondan bir turkum Uyg'urlar kelgan ekan. Shundan keyin Uyg'urlar davomliq kelaverib, bugungi kunda 2000 ga yaqinlashdi deb faraz qilindi. Cho'nglarni tortib balalargacha bo'lgan aniq Uyg'urlarni. Ammo aniq sonini hozircha bilmaymiz endi. Bularning ko'pinchilari hamda ko'chmanlik salohiyati bilan kelgan Uyg'urlar. Hamda o'qish kelgan Uyg'urlarni olsa, Shvetsiyada o'qish bir qadar oson hamda. Unchalik qiyin emas. 3 yilning oldida mayli dunyoning qayerdan kelsin, Shvetsiyaga o'qish kelgan o'quvchilarning hammasi haqsiz o'qiydi. Faqat o'zlarining tomoq, yotoq pulini hal qila olsa, Shvetsiyada hech kim o'qish pul olmaydi endi. Bu mezgillarda bir turkum o'quvchilar keldi, o'qib ketdi har qaysi universitetlarda, ammo soni jiq emas. Ko'chmanlik salohiyati bilan kelayotgan Uyg'urlarning soni bir qadar ko'p, o'qish salohiyati bilan kelayotgan Uyg'urlarning soni uncha ko'p emas. Bugungi kunda bir qism universitetlarda Uyg'urlar bor, Uyg'ur o'quvchilari. Lekin sanab kelsa, mening bildig'im shu 10 necha atrofida o'qib kelgan bir turkumlarni biz bilmaymiz, chunki aloqalashmagandan keyin uning ustiga Shvetsiyaning uzun davlat jo'grafiyasi shimoldan janubga suzilgan. Shunga bir qadar qiyin, hamma shaharlarga berib bular bilan aloqa qilish bo'lish. Aloqalashganlarimizni biz bilamiz, qaysi maktabda qaysi o'quvchi borligini. Mening bilganim hozircha 15
necha o'quvchi borda, o'qiyotgan o'quvchilardan rasmiy o'qish salohiyati bilan kelgan. Shvetsiyaning o'qish ahvolini ayt yaxshi, ular agar to'rdan asosan hamma narsa to'rdan aloqa qilish imkoniyati bor. İngilizce bilishi. Faqat inglizcha bilish kerak. Inglizchadan xalqaro birlik kelgan o'lchamlik imtihon salohiyatidan o'zsa yoki hozirlasa, nayt oson kelalaydi. Undan keyin bankagami unchalik jiq pul talab qilinmaydi. O'qish pul deb hisoblanadi, ammo u o'qish pul emas, nayt oz miqdordagi o'qish pul hisoblanadi. Kelgan keyin yana agar maktab bilan aloqa qilsa, maktabmi o'qiyotgan o'quvchilarga ma'lum nisbatda xizmat sharoitim yaratib turdi. Ham bak qiyinchilik bo'lib qolsa, hukumatning yana yordam qilgan puldir bor agar iltimos qilsa berdi. Shunga Shvetsiyada o'qigan o'quvchilarda ko'pincha holat qiyinchilik tug'ilmaydi hamda. Normalda masalan bu Yevropa ittifoqidagi bir davlat hamda normalda qanchalik pul bo'lsa bir yilda o'qishga taxminan yotoq, turmush, o'ziyatladim. Hem Şvetsiya Yevropadagi qimmat davlatlarning biri hisoblanadi. Yana tamoq, yotoq degandek masalalar bir qadar qimmat boshqa davlatlarga solishtirganda. Eng qimmati Norvegiya, undan qolsa o'sha Shvetsiya. Buni taqaman konkret hisoblab boqmadim, qancha ketadiganligini. Ammo vatandagi yoki Amerikadagi hayotlarni solishtirgan vaqtida xilli qimmat hisoblanadi. Normalda turmush bir oila masalan siz ikki balangiz bor shundoqmi? O'zingizning oilasi qamdash uchun bir oyda nechalik turmushga xarajat ketadi? Jungoning o'zimning biz 4 jonning hamda nayt oddiy sodda turmush kuchiga vaqtida hamda faqat yemek ichmakni o'zigilam, ham kiyim-kechakni chiqarib etgan vaqtida yemek ichmakni o'zigilam jungon puli hisoblagan vaqtida shved puli bilan o jungo pulining nimiz farqi yo'q. Qimmati dollarga sundigan vaqt qimmatida farqi yo'q. Bir 3000 atrofida bo'lsa, normal hayot ko'chigi bo'ldi hamda yemek ichmakda. Turkiyaniki 1000 lirasi degan. Ha, 1000 lirasi shu atrofda. Ham uni hamda sal boshqa chiqimlarni qo'shsa, sal undan jiq ketadi. Bu faqat yemek ichmak hisobidagi unda bir. Yemek ichmak unchalik seni balkim uy kirasi boshqa narsalarga yana shunchalik ketishi mumkin. Rahmat, Shvetsiyadagi o'qish to'g'riliq. Ya'ni Shvetsiyada o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilar asosan o'zlari shu internetdan uchurlarni egallab, o'zlari tepish, o'zlari kelib o'qiyotdi. Xalqaro echitilgan torbatlari bor. Mashunda kasblar, undan keyin maktablar hammasi aniq tizilgan. Faqat ingliz tili imtihonlar o'tsa, qolgan kasbiy talablar ancha yuqori emas. Masalan, Shvetsiyada o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilar sizga xat yozsa, balki bu to'g'riliq ba'zi men maslahat bera olayman. Ba'zi uchurlarni tepib bera olayman. Rahmat. Shvetsiyadagi bu hayot va o'qish to'g'risida biroz yaxshi suhbatda bo'ldik. Hamda to'rtinchisi shvetslar va uyg'urlar. To'g'ri, bayatda biroz so'zladik. Shvetslar bilan uyg'urlarning kibi munosabati to'g'risida biroz so'zlab bersangiz. Yani bayam deb o'tgandek hamda shvetslar bilan uyg'urlarning munosabatini tarixda ayt quyuq bir xil munosabat bor deyishkim bo'ldi hamda. Ham ba'zi shvetslarning gazetlarida jurnal chiqqan maqolalar bor, ya'ni shvetslar Qashqardan kelgan deydigan. Mana bir rivoyat tushnagan hikoyalar bor hamda. Buni asas Sulaymon o'zing kitobim deb o'tgan. Ammo bugungi kunda buning shindigan yoki buningga qaraydigan shvetslar emas. Chunki o'zlarining tegining Osiyodagi bir manbaga bog'lanib qilishni ancha yaxshi ko'rib ketmaydi. O'zlari shu Shimoliy Yevropadagi yerlik millat bilan shu o'zini boshqa bir manba izlaydi deb. Demak, tarixda mayli qanday bo'lmasin, shvetslar bilan uyg'urlar munosabatlari nihoyat yaxshi bo'lgan hamda. Bayam deb o'tdim, tunji kelgan uyg'urlarni 1750-yillarga bag'lasak, ham Shvetsiyadanmi uyg'ur ellarga yoki vatanimizga bo'lgan shvetslarmi shu 1700-yillarda borgan deyishga bo'ladi. Balkim undan ilgari borgan bo'lishi mumkin, ammo mush mezgillarda bir turkum shvetslarning borganligi haqida Shvetsiyada aniq tarixiy ma'lumotlar bor. Shunga mush aniq tarixiy ma'lumotlar hisoblagan vaqtida shvetslar bizning vatanimizga 1750-yillarda
bağan. Tunji Şivitlar deyishga bo'ladi. Shu mezgildan boshlab Uyg'urlar bilan Shivitlarning o'rtasida bir xil quyuq tegilib bo'lmagan taqdirdami, ma'lum nisbiy bir munosabat shakllangan. Uyg'urning kimligini Shivitlar tushungan, Shivitlarning kimligini ma'lum nisbatda bo'lgan Shivitlar orqali Uyg'urlarni shu davr Uyg'urlar tushungan bo'lishi mumkin endi. Keyin bo'libmi, o'sha 1900-yildan 1940-yilgacha bo'lgan, o'sha 40 yil jarayonida Uyg'urlar bilan Shivitlarning orasidagi munosabat quyuq bo'lgan. Yana har xil maqsadda Uyg'ur eliga bo'lgan Shivitlarning soni ko'p bo'lgan. Masalan, birisi din tarqitish maqsadida bo'lgan. Ham din tarqitish qilib bo'lgan Shivitlarning hammasi saposizlar emas. Ularning maqsadi din tarqitish bo'lsa-mu, lekin ularning orasida yana nurg'un doktorlar, bilim egilari bo'lgan endi. Ham doktorlar, doktorxona ochganmi deymi? Ham doktorxona ochgan, ham maktab ochgan, matbuotxona ochgan, zavodlarni nimalarni zavod qilgan, bosim zavodlarini qurgan. Shu chog'da Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining xat cheklari, gez jurnallari, pullari degandek narsalarni hammasi o'sha Shivit bosimxonalarida besilgan endi. Demak, bularning orasida Gustav Raketdek danliq uyg'urshunoslar bo'lgan. Gustav Raket ayni chog'da Uyg'ur tilini aytib puxta bilgan. Bu Gunnar Yarangning ustozi. Yana Gunnar Yarang uyg'urshunoslikni ham Uyg'ur qiziqishini shu Gustav Raketning ko'rsatmasi bilan bo'lgan hamda shuni qiziqtirish bilan. Shunga Gustav Raket bir tarafdan din tarqitish maqsadida bo'lgan bo'lsa-mu, ammo u diniy kitoblarni besishdan sirt yana dunyo adabiyotidagi mashhur asarlardan farslarni tarjima qilib, shu bosimxonalarni bosgan. Ham dunyo tarixi degandek kitoblarni bosgan, ham Uyg'ur taqvimi, yana Uyg'ur kalendari, Uyg'ur cho'chaklari degandek kitoblar besilgan. Ham maktablarda yutiladigan nurg'un dars kitoblarni besilgan. Mushlar namsa endi shu yak bo'lgan Uyg'urlar Shivitlarni to'kibs endi. Biz shularning qoldirib ketgan shu bosma materiallar orqali biz bugun shu davrdagi Uyg'urlarning kayfiyatini, alayligini, madaniyatini, tilini ham shu davrda bo'lgan voqealarni shu orqali bilyapmiz biz. Bo'lmasa bizga yetib kelgan tarix materiallar jiq emas. Faqat Mamtun Bo'ronning Sharq Turkiston tarixidan boshqa jiq manbalar yo'q. Nurg'un manbalar mana Shivitlar orqali. Masalan, shu davrlardagi insonlarning qiyofatini Shivitlar film qilgan filmlardan ham tatgan rasmlardan ko'ryapmiz. Bo'lmasa biz bilmaymiz shu davrlarda insonlarimiz qanday yashagan. Demak, bu ularning orasida bilim odamlari bular hamda Uyg'urlar bilan Shivitlarning o'tirishga munosabatini bog'lovchi insonlar deb qarasaqmi bo'ladi. Ularning din tarqitishga nemisini chiqarib bersak. Ularning din tarqitishga qarshi shu Abduqodir Damonlar o'z vaqtida shularga qarshi harakat qilgan-ku deymi? Ularning maktablari xristianga oid materiallarni besib tarqatgan, undan keyin missionerlik faoliyatlarini bilish, doktorxona ochgandan keyin nurg'un yetimlarni tarbiyalagan, bayatda bir qancha yetim ular shu Shvetsiyaga borganmi asosan shu yetimlar. Shundaqmi? To'g'ri. Shulardan foydalanib yetimlarni tarbiyalab, o'zining dinini, ularning singdirganda hamda. To'g'ri. Demakki, ba'zi jihatlarda to'qinish, ba'zi jihatlarda o'zaro nimalar bo'lgan hamda. Shu aytganda hamda bular toki 1938-yilda tug'ilgan hamda shu. Mush jarayonda hamda Uyg'urlarning vatani bilan Shvetsiyaning o'tirisida aloqamni aytib kuchli bo'lgan. Yana karvonlar u yoqda bu yoqqa o'tib turgan. Bular Shivitlar hamda har yili Shvetsiyaga kelgan, Shvetsiyadan Qashqa yakan insonlar bo'lgan, yana kelgan ketgan degandek. Mush jarayonda aytib qo'yib bir aloqa munosabat bo'lgan. Gunnar Yarangmi dal mush mazgilda Qashqaga borgan. Ham ashada Uyg'urcha qo'lyozmalarni yig'ish faoliyatlarini olib borgan. Demak, ashlarning mas'ullari Gunnar Yarangmi. To'g'ri. Rahmat, endi bizmi shu Gunnar Yarangning shu asarlarni saqlab qo'yganligiga rahmat aytqimiz keladi. Chunki agar o vaqtlarda shu olib ketilmagan bo'lsa, asarlar balki hozirgacha yo'qolib ketishi bizga ve tarix eserler qolmasligi mumkin hamda. To'g'ri. Ba'zi narsa saqlanmay buzilib ketyapti. Shveyslar va Uyg'urlar to'g'riliq bu qadar to'xtalsak, 5-chi temamiz eng oxirgi suhbatimizning eng oxirgi belgida Uyg'urshunoslik va o'zimizning tadqiqotlik to'g'risida Uyg'urshunoslik
qaysi taraflarda? Hem Uyg'urshunoslikni aytib cho'ng bir tema hamda buni bir ikki og'iz gap bilan yig'inchoqlab hamma davlatdagi Uyg'urshunoslikni so'zlab bo'lmaydi. Men faqat shu Shvetsiyadagi haqida ozroqlam bir uchur berayimda. Shvetsiyada shu 30-yillarda Uyg'urshunoslik bir qadar qizg'an temalardan birisi ekan. Masalan shu Sevinedin ba'di Sevinedin Uyg'urlar haqida nurg'un maqolalar yozdi. Onun degan Gustav Rakatning Uyg'urlar haqida yozgan nurg'un maqolalari bor. Shagird bo'lgan Gunnar Yareng ham shu Uyg'ur eliga borgan Qashqa Yakan ham Yensala tug'an shu Shved missionerlarning hammasi Uyg'urlar haqida maqola yozgan bular. Shu yozgan maqolalar keyin nurg'un kitob bo'lib nashr qilingan. Masalan, shu mazgilda nashr qilingan kitoblarning Qashqa, Sharq Turkistondagi 25 yil, uningdan boshqa din uchun ko'chman bo'lish, karvon degandek nurg'un kitoblar yozilgan. Bu faqat mening sanag'anlarim shularning bir qismi. Uyg'urcha tarjima qilinganlar az. Buning ichida Uyg'urcha tarjima qilinganlar ham yo'q deylik. Men yaqinda qarasam karvon Uyg'urcha tarjima qilinibdi. Ash kitoblarning ichidan. Boshqalari ham asosan nimaning Sevinedinning bir turkum kitoblari bilan Gunnar Yarning bir turkum kitoblari nashr qilingan bilan yana asos qismi tegib nashr qilinmadi. Nurg'un kitoblar bor hamda. Chunki bir yuzi bor. To'g'ri, ha. Endi mush kitoblarning hammasining nashr qilingan vaqtda qarasa, bular shu 1900-yil bilan 1940-yilning oralig'ida Shvetsiyada nashr qilingan ko'rib bilish bo'ldi. Demak, Uyg'urshunoslikqa munosabatli Uyg'urlar haqida kitoblarmi mush mazgillarda eng ko'p nashr qilingan. Bu kitoblar nashr qilingandan keyin albatta xalq o'qiydi. Demak, mush davrda Shvedlarni Uyg'urlarni eng ko'p tushungan, eng ko'p ma'lumotga erishgan davr deyishga bo'ladi mush davrlarda. Demak, bu bir turkum Shved Uyg'urshunoslarning yetib chiqishiga ma'lum bir ta'sirlarni ko'rsatgan. Shunga missionlar qaytib kelgandan keyin izchil turda Uyg'urlar haqida kitoblar yozgan. Shu Sharq Turkiston 25 yil degan kitobda bir 70 tak maqola bor. Bu maqolalar to'plami. Mushaning hammasini shu Qashqa Yakan ham shu Yensala tug'an, boshqa yerlar tug'an Shvedlar tarafidan yozilgan. Buni nima maqsad turgan desa, bu kitob asosan Uyg'urlarning madaniyati, tarixi, islomiy urf-odatlari, uningdan sirt vatanimizning jo'grafiyalik alayliklari, go'zalliklari, tog' daryolari degandek hamma soni o'z ichiga olmush kitobda. Bu kitobni o'qisa, shu davrdagi hatto siyosiy vaziyatlardanmi ma'lumot og'il bo'ladi. Nima ishlar yuz bergan zodi. Sayohat xotirasi o'xshash bir. Hamma narsa bor ishqilib. Garchi bu parcha maqola bo'lsa-mu, lekin bu parcha maqolalar eng oxirida bir kitob bo'lib nashr qilingandan keyin umumyuzlik shu Uyg'ur elining umum vaziyatidan bir xabardor bo'lgan ashuna bir kitob bo'lib nashr qilingan. Endi bularniki bunday kitoblarni yozishdagi maqsadi o'zi ko'rgan shundoqqa o'zi ko'rgan bo'lgan, yashagan, hayotida uchirgan ba'zi mayli o'ngsizlik bo'lsin, mayli uni qanday bitirib qilgan shu yerlik xalqlar qanday aloqa qilishish, ularning ko'nglini qanday uftish to'g'ri narsalar ko'proq bo'lishi mumkin. O'zi ega bo'lgan shu tajribalarni keyingi avlodlarga ag'dirish, shundoqmi? Keyingi avlodlarga yetkazish. Shu bu jihatda masalan ular Shvedlar bizning vatanimizga berib o asarlarni yozgan bo'lsa, cho'qim chet eldagi Uyg'urlarmi o'zi tug'an yerga aloqador asarlarni o'rtaga chiqarishi endi menimcha vojib endi shu. Chunki o'zimizdagi tajriba boshqalarga albatta yozish orqali yetkazilsa yaxshi bo'ladi endi. To'g'ri. Masalan, buning tipik o'rnaklaridan birisi Asad Sulayman 2004-yilda Shvetsiyada bir yil turib ketgandan keyin o'zlik va kim degan kitob orqali ikki narsani vujud chiqadi. Birisi Shvetsiya saqlanayotgan materiallar haqida manba bilan ta'minlatdi, uchurlarni berdi. Ikkinchisi Shvetsiya davlati va Shved xalq haqida uchurlarni berdi. Masalan, nurg'un insonlar Shvetsiyani, Shved xalqini shu Asad Sulayman kitobi orqali tushundi. To'g'ri. Bu sizning hozir degan shu gapingizning tipik bir misoldan birisi. Hem şu halkı moşun mezgil hem de Shvetsiya Uyg'urshunoslik toza avj chiqqan oltin davr deyishga bo'ldi. Undan keyin ular Uyg'ur elidan qo'lab chiqarilgandan keyin Shvetsiyada Uyg'urshunoslar
barlıq kəmidi desək mi buludu, həm toxtab qaldı desək mi buludu. Ondan keyin mesela olanınki Uygurlar kızıkışı mı? Misyonerlik faaliyetleri şundan başlanğan, şundan birleşip ketgeni. Bu mezgilde onundaki toxtab qilish sebebi o xil missionerlik faaliyetleri başka devletlerge mi qartamı? Yine toxtab qalgan sebepten boldu mu yoki faqatla Uygurlardınki rayından Uygur elinden qovlab chiqarilishi? Onun keyin aloq bo'lmadi. Aloq bo'lmagandan keyin albatta bevositalik uchur elish manbalari azlaydigan gap. Chunki chegara etildi, shevitlarni qaytib berish imkon bo'lmadi. Endi bu taka shu 1979 yilgacha davomlashgan hamda. Chegara etilish. Endi mush jarayonda 70-yillarda Yan Mordal deydigan bir odam bağan tunji qetdi. Mana shu 38-yilda shevitlar qo'lab chiqarilgandan keyin 70-yillarga kelgan vaqtida shu hukumatning tasdig'i bilan tunji shevit bir avtor. Endi bu xanzushunos ham shundaqla bu kommunist parast inson bu. Shu buni yo'l qo'yilgan. Gerçi bu kommunist parast inson bo'lsin, ammo shu madad inqilobidagi Uyg'urlarning ahvolidan xabar bergan Şinjan deydigan bir kitapni nashr qilgan shu 70-yillarda. 76 badmo 70 ism tas qamapti. Umuman mush 70-yillardan keyingi yerim bo'lgan hamda. Demak, bu shu 38-yildan keyin ariqdan yana 30 yil o'tgandan keyingi yana 40 yildagi vaqt o'tgandan keyingi bir yangidan paydo bo'lgan bir kitap. Onundan keyin hozirgacha unda bir Uyg'urlar haqida shevitlar tarafidan yozilgan kitap barliq kam edi. Hamda yaqingi mezgillarda bir turkum yosh bolalar bor hamda Uyg'urlarning tarixi, madaniyati, tili qiziqayotgan. Ammo ular tega yetishib chiqqan Uyg'urshunoslar qatorida emas, bir yangi bosqichdagi. Mushun munosabatlik chunki bu Uyg'urshunoslikmi shevitlarni qizdirish sabab Gunnariyang vafot bo'lgandan keyin bir qism kitoblarni London universitetiga taqdim qilgan bo'lsa, yana bir qism kitoblarni Stockholm universitetiga taqdim qilgan. Bu Stockholm universitetidagi kitoblar men oldin qitim yig'indim dedim, Istanbulga yenib keldi hozir. Yana 5000 parcha kitob bu. Gunnariyang yig'ib saqlagan Stockholm universitetiga taqdim qilgan kitob 5000 parchasi. Buning ichida 1000 parcha kitob ingliz, turk ve nemis ve başka shivchi tillardagi kitoblar, Uyg'urlar haqida yozilgan kitoblar. Qolganlarning hammasi Uyg'urlar haqidagi qo'l yozmalar, ya'ni Uyg'urcha qo'l yozmalar, ya Çağatay yozig'idagi, qadim Uyg'ur yozig'idagi, undan keyin 30-yillardagi degandek ashunda. Shunga bu kitoblar bugungi kunda shu Istanbuldagi İstiqlal Caddesi 247-qurada, yani Shvetsiya konsuli bilan bir qurada, yani Shvetsiya tadqiqot markazi da saqlanyapti. Bularning torbetlaridan men o'kunda yig'inda yig'in qatnashchilarga ko'rsatdim. U yerda nurg'un kitoblar saqlanyapti, ham ularni Uyg'urlarning kelib tadqiqot etib berishini, ular bilan ko'rishishni, ham ular bilan aloqa qilishni kutyapti. Chunki bularda biz ko'rmagan, biz bilmagan nurg'un kitoblar bor hamda. Ham ularni shu turkologiya sohasida o'qiydigan o'quvchilarga o'qish yordam pul taqilganlar haqida uchurlari bor. Agar mushtaada o'qishni xohlagan o'quvchilar bo'lsa, ashlar bilan aloqa qilish baxsim bo'ldi. Yoki bo'lmasa aloqa qilishamsa, men bilan aloqa qilsam, men ular bilan aloqa qilish yo'llarini men tadbirman, yordam qilaman. Chunki ular yordam qilsa, cho'qim oxirigacha yordam qiladigan sistemlar bor ularda. Bu yerga yetkilib kelgan asarlarni hammasi siz ko'rdingiz yo'q? Men ko'rmadim, ammo men buni 2005-yili Stockholm universitetining yarasti kutubxona yarasti uyda ko'rganman nurg'unlarni. 2005. Undan keyin u kitob Stockholm universitetida rasmiy bibliotekaga kitobxona silinmadi. Izchil O'rta Osiyo tadqiqot markazi deydigan bir organ bo'lib, shuning boshqarishida bo'lgan. Hamda shu O'rta Osiyo tadqiqot markazining professori Stockholm universitetining chiqib ketgandan keyin Mayat tadqiqot markaziga ishlayotdi. Anda u kitobning hammasini musha yondirib keldi hozir. Musha saqlanayotdi. Hürmetlik televizyon görgüç qarindoshlar, bu programda nayet yaxshi bir yepuchi bilan nayet yaxshi bir uchur bilan ta'minladi Abdushukur akamiz. Shu
London Üniversitedeki, Stockholm Üniversitedeki şu kollanızma eserler, Uygurlaşınasılığa ait, Uygurluğa ait eserler hazır İstanbul'da İstiklal Caddesi'deki 247. Koroda şu konsulxanadaki nimesida oylisida birga şu kitapxonada saqlanganlikin bo'lsa Uyg'urshunoslikqa, turkilog nimalarga qiziqadigan bu sohada tadqiqot ilib bormoqchi bo'lgan o'quvchilarniki va yoki tadqiqotchilarniki bu yerga berib shu materiallar bilan birga yuz ko'rishishini biz samimiy o'tinamiz. Sizga bu ishni ta'minlaysiz, ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi ilminin zakitini belgeler 4. san programımızda Şivisiye'den kelgen Abdüşkür Muhammed akımızla bilen sohbet edip bardık. Ben nait özümüzdeki akademinin yığında sözlügen temamızı anlatmaya hoş oldum. Bugünkü Adlayet'ten İstanbul'daki aldırış vakitlerinizi çıkarıp bu yerke bizimle sohbet edip bağımızda köpten köp rahmet ettiğimiz. Allah razı olsun. Bundan ki meyli Şivisiye'deki aile hayatınız, tedqiqat hayatımız hemmesi de sizge muvaffakiyet dileyimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Rahmet.